islomiy hukumatda bo'lishligi, xilofatda bo'lishligi farz ayn. Har bitta mu'minning zimmasida farz bo'lgan narsa bu. Har bitta mu'minning zimmasida farzki, islomiy hukumat qurishlik kerak, bir xalifalik bo'lishlik kerak. Lekin shu farzni, Allohning buyrug'ini, zimmingizdagi vazifani gapira olmaysiz. Dunyoni qayerga borsangiz gapirish man qilingan. Kimiki gapiradigan bo'lsa, eng yomon inson. Shularning hammasini dajjal olimlar qilyapti. Agar islomiy hukumat qurishlik gunoh bo'lsa, payg'ambarimiz gunohkor ekanda unda. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali gunohkormi? Shuncha Abbosiylar, Amaviylar o'tdi. Undan keyin mana bizning diyordagi islomiy hukumatlar hammasi adashganmiydi bular? Hammasi gunohkormiydi? Lekin insonlar zaharlashyapti ularni. Va bu zaharlaydigan dajjal olimlarni shaytonlar, insonlardan va jinlardan bo'lgan shaytonlar har qanaqasiga qo'llab-quvvatlashyapti. Va ularni rad qilyap turgan narsalari bayinat, ochiq hujjatlar, ochiq ma'lumotlar, aniq masalalar. Val huda hidoyat, to'g'ri yo'l, haq yo'l. Alloh aytayaptiki, biz shu ochiq hujjatlardan va hidoyatdan iborat bo'lgan narsalarni tushirdik, jo'natdik, bularni yashirishyapti deyapti. Yaktumun. Mana muzori kelyapti. Katamu demayapti Alloh taolo, yashirdilar demayapti. Agar yashirdilar degan dedi, faqatgina o'tmishga, moziga tegishli hukmga o'xshab qolardi yoki o'ta tarixdan bo'layapti turgan bir qissa bo'lib qolardi. Lekin yaktumun deyapti Alloh taolo, yashiradilar deyapti. Shu muzori bo'lib kelganligining hikmati shuki, bu bizning zamonimizda ham bo'lyapti va bizdan keyin ham bo'ladigan narsa bu. Bo'ladigan narsa. Zotan Alloh subhanahu va taala bu oyatlar bilan bizga o'tgan ummatlarning adashgan yerlari, badbaxtliklari, jinoyatlardan ham xabar beryapti va bizning zamonimizda bo'ladigan va keyingi zamonlarda bo'ladigan fitnalar, xatarlar to'g'risida ham Alloh taolo bizni ogohlantiryapti. Yashiradilar deyapti. Yashiradi bular. Ularning vazifasi yashirmoq. Undan keyin ham ularni yo'lini davom ettiradiganlar bor. Ammo musulmonlar ko'zini ochsin. Yana insonni hayratga qo'yadigan yeri shuki, Alloh taolo diqqatimizni tortyapti. Min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab. Bu masalalar, bu ilmlar, bu ahkomlarni biz insonlarga kitobda bayon qilib berganimizdan keyin, ya'ni bayon qilingan, insonlarga yetkazilingan, butun insonlar buni tanigan, shundan keyin qilinyapti. Qarang. Hayron qolasiz. Muhammad alayhisalom mukammal holatda yetkazmadimi? Undan keyin sahobalar bu mukammal xizmatni davom ettirmadimi? Bizning zamonimizgacha butun ajdodlarimiz mana shu yo'lda yashamadimi? Mana shu xizmatni davom ettirmadimi? Nima uchun endi bizning zamonimizga kelgandan keyin islom dinga amal qilishlik adashishlik bo'ladi?